Biz esa an'anaga muvofiq aziz mehmonlarimizdan birini studiyamizga chorlaganmiz. Uni demak teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsangiz. Bugun o'zgacha kun, chunki bugun bizni nafaqat yurtimizning boshqa bir hududidan, balki dunyoni boshqa bir joyidan, boshqa bir chekkasidan aynan ijod qiladigan ijodkorimiz tashrif buyurganlar. Abdushukur aka Muhammad qumtur taxallusi bilan ijod qiladilar. Bu kishi Shvetsiyada ishlaydilar, Shvetsiyada yashaydilar, ijod qiladilar. Hozirda Shvetsiya Yozuvchilar ittifoqi a'zosi, yozuvchilar Jahon Uyg'ur Yozuvchilar ittifoqining raisi ekanlar. Asosan assalomu alaykum Abdushukur aka, xush kelibsiz. Avvalambor yurtimizga, vataningizga xush kelibsiz. Aynan ijodingiz haqida bugun biroz suhbatlashamiz. Assalomu alaykum bütün O'zbekistondagi aziz qarindoshlar va Samarqand xalqi. Menga Abdushukurdan o'tliq salom. Men Uyg'ur Kucha, yana Qashqar bilan Urumchining orasidagi bir shaharda tug'ildim. Qashqarda universitet o'qidim. 2003-yili Shvetsiyaga keldim va shundan beri 22 yildan beri Shvetsiya Stokgolmda yashayapman. Bugun sizlar bilan bu televizor ekrani orqali yuz ko'rishganligimdan shunchalik xushal. Men universitetda o'qiyotgan chog'larimdan boshlab she'riyatga kirishgan, shundan beri izchil she'r yozib kelyapman. Hem ondan sırt Uyg'ur tarixiga munosabatlik tarixiy maqola bilan shug'ullanyapman. Albatta tarix haqida so'zlagan vaqtida Uyg'ur O'zbek tarixi bir tarix, yiltizi bir, tili bir, madaniyati har jihatdan bir. O'zim O'zbekistonga ikkinchi qatim kelishim, birinchi qatim o'tgan yili 5-oyda mushuna chog'da kelgan. Ikkinchi qatim Samarqand va boshqa shaharlarni ziyorat qilish orqali O'zbekistonni o'zimning ikkinchi vatani yoki o'zimning ona vatani sifatida ko'rdim. Chunki bu yerga kelgandan keyin ya til, ya madaniyat yoki qiyofat, ovqat va boshqa jihatlarda hech qanday yotliq his qilmadim. Begonalikni his qilmadingiz. O'zimning uyi, o'zimning yurtidek his qildim. Bu menga bir rahat tuyg'u berdi. Albatta Uyg'ur she'riyati bilan O'zbek she'riyati orasida bulup şu klassik şeriyette naytı quyuq munosabat bor. Mesela biz Uyg'ur klassik edebiyatida so'zlagan vaqtimizda Navoiyni birinchi tilga olamiz. Navoiy Uyg'ur klassik edebiyatining markazi bo'lish vaqtida. Albatta O'zbekistonda mo Navoiy O'zbek klassik edebiyatidagi nodir bir shoir. Bu faqat O'zbek Uyg'ur edebiyat uchun emas, bütün Türkiye xalqlar uchun nayt büyük bir shoir hisoblanadi. Ajoyib. Umuman olganda shu o'rinda bir savol tug'ildi. Mana ikkinchi bor O'zbekistonga tashrif buyurishim deyapsiz. Samarqandga ham demak avval tashrif buyurgansiz. Va o'sha avvalgi tashrifingizdan keyin mana ikkinchi tashrifingizda qanday o'zgarishlarga ko'zingiz tushdi? Taassurotlaringizni o'rtoqlashib bersangiz Samarqand haqida. Samarqand, albatta men Samarqand bu mening tunji ziyoratim. Birinchi ziyoratda men Toshkentga kelgan. Bu ham biroz kengri boshqa yurtlarni ko'rish mumkinchiligi bo'ldi. Samarqand garchi tunji qatim kelgan bo'lsam, ammo men tarixiy asarlarni o'qish orqali Samarqand haqida tanishsiz. Men tunishmadim vaqtida. Yana Amir Temur va boshqa Samarqandning tarixidagi tarix shaxslar qilib, Samarqand garchi tunji qatim kelgan bo'lsam, ammo men ko'chalardan tortib tarixicha menga xuddi burun kelib baqqandek, xuddi burun bu yerda yashab baqqandek bir tuyg'u bor menda. Avval xuddi bu yerda yashagandek tuyuladi. Shu darajada qadrdon demoqchisiz. Albatta shunday. Ya'ni kitoblardan, o'sha tarixdan siz Samarqand bilan qalban yaqinlashgansiz. Abdushukur aka, asosan bu she'rlaringizda qaysi mavzularda ijod qilasiz? Vatanmi, ona, muhabbat, sevgi qaysi mavzularda? Albatta men vatandan ayrilishdan ilgari she'rlarim asosan muhabbat she'rlari, muhabbat liriklari bo'lgan. Vatandan ayrilgandan keyin biz Yevropada 22 yil yashadik. Bizda bir xil vatan sevgisi, yurt sevgisi, yurt bo'lgan sevinish bor.
Shu sababdan keyingi davrdagi she'rlarim hammasida yurtga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbat asos salmoqni egallaydi. Ham albatta undan boshqa o'zimning ichki kechirmishlari, tuyg'ularim bor, ammo vatan sevginishi bilan yurt sevginishi birinchi o'rinda turdi. Juda ham ajoyib. Ya'ni asosiy mavzularingiz vatan sog'inchi, vatanga bo'lgan muhabbat haqida. Keling, suhbatni davom ettirishdan oldin shu orada bir she'rlaringizdan birini aynan shu vatan haqidagi, marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deydi. aynan shu vatan haqidagi she'rlaringizdan. Bo'ldi. Albatta men hozirgacha 12 parcha she'rlarim, she'r kitoblarim nashr qilindi yoki kitob desak bo'ldi. Buning ichida She'riy to'plamlar 12. she'r to'plamlar. She'rlarni ko'pincha ingliz tili, shved tili va boshqa tillarga tarjima qilindi. Men shuni aytdimki, o'zimning vatanga bo'lgan, yurtga bo'lgan sevginish ifodaladigan bir she'rimni o'qiray. Aynan vatan haqidagi ajoyib she'rni teletomoshabinlarimizga jonli efirda o'qib eshittirmoqchilar. Marhamat, birgalikda tinglaymiz. Yana she'rning mavzusi uyga qaytadigan yo'l. Uyga qaytadigan yo'l. Juda ajoyib. Chunki Qiziqyapman to'g'risi. 20 yil bo'ldi men vatanga qaytishni, uydagilarni ko'rishni orzu qilaman. Shu sababdan bu she'rni yozgan. Marhamat. Uyga qaytadigan yo'l. Men ketyapman. Ishikimdan chiqqan talay yillardan beri mangan yo'llarimda izim qoldi, ismim qolmadi. Har kuni mangan yo'limda faqat yuragimni uchirtaman. Yo'l bo'yida g'azang bo'lgan aslimilar, qabri tashlariga qetib qolgan yot nomlar, tushimning qirg'oqlarida o'tirib soladi menga nazar. Ko'zimdan tomchilayotgan qora yosh ismim bilan ma'nidosh. Men ketyapman. Yo'llardan uzun bir kecha, mey qalmagan panardek turar yenib. Men ketyapman. Ko'z ishimda oqmagan tinimni ko'tirib ungan yerimga. Naqadar go'zala yo'llar ichida qaytadigan yo'l faqat uyga. Rahmat. Ajoyib. Naqadar go'zal yo'llar ichidagi uyga qaytadigan yo'l degan mazmundagi she'r haqiqatda aynan uyga eltuvchi yo'l eng chiroyli yo'llardan biri hisoblanadi. Har bir insonning uyi, vatani bu uyi hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta. Shu she'rni ana shunday chiroyli yozilishining sababi ham aynan mehmonimiz mana shu narsani o'zida his qilgan. Albatta. O'tkazganligi Ichki kechinmalar qog'ozga tushgan. Ana shu jarayonda ushbu she'r tug'ilyapti va she'r haqiqatda his tuyg'ularga qorishgan holatda yozilganligi yaqqol namoyon bo'lyapti. Albatta, qo'lingizdagi kitob Uyg'ur yozuvida, Uyg'ur alifbosida yozilgan, to'g'rimi? Albatta bu Bedi Guli degan mening oxirgi she'r to'plamim, ya'ni Beda Uyg'ur Guli. tilidagi. Bu yoziq yana Uyg'ur yoziqi, ya'ni arab ilpasi asosida o'zgartirilgan, yana Chag'atay yezig'ining oxirgi davomi desak bo'ladi. Biz bugun shu yoziqni ishlatamiz. Juda ham ajoyib. Yana shuningdek ingliz tilida dedingiz, yana qaysi tillarda she'riy to'plamlaringiz chop etilgan? Mening shved chiqdi she'r to'plamlarim. Shved tilida. Turk tilida chiqdi. Turk tilida ham bor. Ozarbayjon tilida chiqdi. Azari tilida. Juda ajoyib. Shunda boshqa nurg'un she'rlarim ingliz tiliga va boshqa arab, ibroniy, yana yahudi tili, irlandiyaning tiliga tarjima qilindi va boshqa tillarmi bor, albatta nurg'un tillarga tarjima qilindi she'rlarim. Juda ham ajoyib. Hozir yuqorida sizni tanishtirish asnosida shunday ma'lumotga ko'zim tushdi. Shvetsiya yozuvchilar uyushmasi a'zosi va Uyg'ur yozuvchilari uyushmasi raisi degan ma'lumot. U yerlarda ham ya'ni yozuvchilar, ijodkorlar uyushmalari bormi? Albatta Shvetsiyada Shvetsiya davlatlik yana yozuvchilar jamiyati bor. Men uning a'zo, undan sirtda Swedish Pen deydi, qalamkashlar jamiyati international Swedish Pen. U yerga biz shu jamiyatning tarkibida har xil she'riyat va adabiyot faoliyatlarini yaparmiz. Ham biz 2018-yili chet elda, ya'ni diasporada yashaydigan Uyg'ur shoir yozuvchilar bilan Turkiya Istanbul shahrida Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasi nomida bir
jamiyat qurdik. Albatta bizning a'zolarimiz jiq emas, ammo shundoq bo'lsin, biz imkoniyatni bericha chet elda Uyg'ur adabiyotini saqlab qolish uchun tirishyapmiz. Juda ham ajoyib. Ijodlaringiz bardavom bo'lsin. Aynan shu ijod sohasiga chiroyli she'rlar bilan o'z hissangizni qo'shishda davom etishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Sizga yana bir bor Samarqandimizga xush kelibsiz deymiz. Rahmat. Albatta bu ham o'zingiz aytganingizdek sizni vataningiz. Samarqand sizga begona emas va shu efirdan so'ng, ko'rsatuvdan so'ng Samarqand shahrimizni eng chiroyli go'zal maskanlariga birma-bir tashrif buyurib, yaqindan o'z ko'zingiz bilan ko'rib tanishishingizni iltimos qilib qolamiz. Chunki shahrimiz aynan kitoblarda yozilganidek, hatto undan-da chiroyli joylari bor. Chunki shahrimizni go'zalligini ba'zan yozuvlarda aks ettirib bo'lmaydi. Uni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak, to'g'rimi Jasur? Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Ayni paytda jonli efirdasiz. Bemalol mana shu yurtimizdagi o'z yaqinlaringizga dil izhorlaringizni, samimiy tilaklaringizni, qolaversa ertalabdan salomlaringizni yo'llashingiz mumkin, marhamat. Tekrar bütün Samarqand xalqiga, O'zbek xalqiga men bir qarindosh Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan Uyg'ur xalqi nomidan chunqur tilaklarimni, salomlarimni yo'llayman. Yaşasın O'zbekiston, yaşasın O'zbek xalqi, yaşasın bütün Türkiye xalqlarining Türk birligi va yaşasın qarindoshlik. Ajoyib. Albatta. Va xayrlashdan oldin yana bir narsaga ahamiyat qaratmoqchiman. Abdushukur aka, mana kamera ortida ayolingiz ham o'tiribdilar va o'zgacha sizdan g'ururlanib, mehr bilan jilmayib qarab, albatta boshqacha tomosha qilyaptilar. Aynan ijodkor inson o'zi bir qalbli inson bo'ladi va ushbu ijodkor insonni qo'llab-quvvatlaydigan, yonida bo'ladigan umr yo'ldoshining bo'lishi bu haqiqiy baxt bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, biz mening o'ttir maktabdagi savodishim, biz bir maktabda o'qigan. Sinfdoshingiz, ya'ni bugungi kunga mos mavzu bu, chunki maktab tugatuvchilarning kuni bugun. Ajoyib. Vatanda doktorlik universitetida o'qigan. Shifokor, ya'ni. Shifokor ham. Biz to'y qilg'ili hozir 33 yil bo'ldi. 33 yildan beri birgasizlar. Birga yashayapmiz. Albatta mening bu ijodiyatimning oxirida menga cho'ng yordam beruvchilarning birisi. Menga vaqt ajratib bermagan, menga yordam qilmagan yoki bo'lmasa meni qo'llamagan bo'lsa, men bugun bu ijodiyatlarni qilamagan bo'lardim. Albatta oilada menga nihoyat ko'p yordamlari va ham menga vaqt ajratib bera oladi. Albatta, har bir hayotda o'z o'rnini topayotgan erkakning ortida ana shunday uni qo'llab-quvvatlovchi ayol bo'ladi. Aynan shuning uchun ham men ayolingizni hozir ushbu mavzuda bir nima deydi, ayolingiz ismini aytgim keldi. Ayolingizni ham gapirgim keldi. Aynan shunday oilasida tinch bo'lgan insonni ishda ham unumi bo'ladi, barakasi bo'ladi. Har bitta mana shunday ijodkor deylikmi yoki bir davlat xodimi bo'ladimi, har qanday erkakni qo'llab-quvvatlaydigan barcha ayollar oilasi baxtiga sog' bo'lishini ham shu orada tilab qolamiz. Abdushukur aka, sizga esa yana bir bor tashrifingiz uchun, kelganingiz uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Yana davomli bo'lsin bunday safarlaringiz. Ijodingizga bundan-da yuksalish, bundan-da rivojlanish tilab qolamiz va sizdan ajoyib ijod mahsullari ham kutib qolamiz. Albatta. Bizga yana bir bor xush kelibsiz.